bir kun shunday ko'tarasizlar, o'g'il bolalar, onalaringizni shunday yelkalaringizga ko'tarasizlar. Nimada ko'tarishlaringizni tushunyapsizlar-a o'zi? Shunday ko'tarasizlar yelkalaringizni, ana shunday dong etib miyalang ochilib ketadi. Ana shu ko'targuncha mana bu yelkada onani siz mana bu yoqda ukangiz ko'targuncha kutmanglar. Hozir ko'taringlar boshlaringni. Ana shu kunga taqab olib bormaydi. Chunki hammamizni ayiradigan kunimiz bor. Yo biz ketamiz yo ular. Dadangizdan hech bo'lmasa bir 2 marta tayoq yeganda eng baxtli ona ham, men eng baxtli onaman degan ona ham hech bo'lmasa dadalaringizdan eng kamida 2 marta tayoq yeganda hojatxonaga telefon bilan kirgan odam o'sha yerdan chiqquncha farishtalar la'nat aytadi unga. Nimaga? Chunki farishtalar u joyga kirmaydilar. Ular pok maxluqot. Lekin siz telefon o'ynasangiz amalni kiroman katibin yozish uchun kirishga majbur bo'ladilar. Ana shunday joyga kirganingizga majbur bo'lgani uchun o'sha odamga la'nat aytadi farishta. Tualetga ham telefon bilan kiradiganlar. O'tirganda, turganda, yotganda doim telefondan boshini ko'tarmaydiganlar. Hatto choy ichayotganda ham telefon bilan choy ichadiganlar. Yotganda ham yostig'ini ostiga telefonni qo'yib yotadiganlar. Hatto bolasiga qaramasdan telefonga qaraydiganlar. Bolasiga vaqt ajratmasdan telefondan bosh ko'tarmayotganlar. Bolasini yuziga qaramasdan telefonga qarab o'tirganlar. Hatto bolasi bir narsa so'raganda telefondan bosh ko'tarmasdan javob berayotganlar. Hatto bolasiga mehr bermasdan telefonga mehr berayotganlar. Tayyor turinglar. Ertaga xorlikka tayyor turinglar. Ertaga sizlar ham bolanglarning so'ziga, bolanglarning mehriga zor bo'lasiz.